So'nggi yillarda yurtimizda amalga oshirilayotgan keng islohotlar tufayli aholi turmush farovonligi yildan yilga yaxshilanib bormoqda. Aynan ushbu farovonlik esa aholining tomorqadan foydalanish madaniyatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa olis hududlarda bu jabhada e'tibor yuksak darajada. Shu kunlarda Qo'rg'obozor tumanida ham qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirish, aholi ro'zg'orini kundalik zarur sabzavot, poliz, dukkakli va moyli mahsulotlar bilan ta'minlash va bu mahsulotlar tanqisligini oldini olishda jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunga kelib tumanda paxtachilik, g'allachilik, bog'dorchilik kabi tarmoqlarda band bo'lgan 150 dan ortiq fermer xo'jaligi maydonlarida dehqonchilik qilinmoqda. Jarqoq hududidagi fermer xo'jaligi dalalarida ayni kunlarda 2 gektar yerda sabzi yetishtirilmoqda. Zokir Yodgorov rahbarligidagi mazkur fermer xo'jaligi sabzidan yuqori hosilni ko'zlagan. 2 gektar ekin maydoniga 20 million so'm xarajat qilingan bo'lsa, sabzidan 20 tonadan ortiq hosil ko'tarish maqsad qilingan. Bu esa fermer xo'jaligi va u yerga ishlovchi ishchilarning moddiy ta'minotini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, Jarqoq mahallasida tarvuz yetishtirayotgan dehqonlarimiz ham talaygina. Ushbu tomorqa yer egalari samarali mehnat qilib, yerdan yuqori daromad olishmoqda. Dono xalqimizning mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik degan ajoyib naqli bor. Aynan ushbu naql asosida hayoti mazmunni tashkil etib kelayotgan olis Qo'rg'obozor ahli bugun mehnatdan baxt va saodat topmoqda.